3 daqiqa ichida bolajonlarning qorin og'rig'ini massaj orqali yo'qotishni o'rgataman. Har bir ona bola parvarishini bilishi shart. Bolajonlar 4 oyligacha qorin og'rig'idan juda ham ko'p qiynalishadi. Hozir yengil harakatlar bilan massaj orqali qorin og'rig'ini ketkazishni ko'rsataman. Birinchi harakatimiz qo'llarimizni iliq holatda bo'lgan holatda shu harakat bilan boshlaymiz. 1-2 daqiqa shu holatda silaganimizdan keyin soat strelkasi bo'yicha aylanma harakatlar bilan davom ettiramiz. Silab olganimizdan keyin qorin qiziydi. Qizigandan keyin qo'llarimizni, barmoqlarimizni yostiqchalari bilan maydalab harakatlanishni boshlaymiz. Bu ramashka usuli deyiladi. Ramashka usuli bilan qorinni aylantirib, harakatlantirib chiqamiz. Bu ramashka usuli deyiladi. Bu yengil bosim bilan uqalanadi. Keyingi harakatimiz barmoqchalar bilan yengil bosim bilan bosib chiqamiz. Keyingi harakatimiz bu ichaklarni aktivlashtiramiz. Kaftlarimiz bilan shu harakatlar orqali yengil uqalash orqali ham qorin og'rig'idagi dam bo'lish holatlarini bartaraf qilsanglar bo'ladi. Oxirgi harakatimiz qorin massaji tugagandan keyin oyoqlarni velosiped holatida aylantirish. Agar shu massaj harakatlarini uy sharoitida bajarsanglar, chaqaloqinglar qorin og'rig'idan qutuladi.